inshaalloh o'tkazib yubormaymiz. Uy olaman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Baquvvat qilib qurilgan. Bu tarafimiz Derizli svetofordan kirish. Bu tarafimiz Oxay bozordan kelishda joylashgan. Hovlini zo'riga kelganmiz. Kvadraturasi 450 kvadrat, 1,5 sotik, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Bu xonadonimizni birinchi etaji 100% pishgan g'ishtdan qurilgan, 150 kvadrat. Baquvvat qilib qurilgan. Kirib kelishimiz bilan bizni shunaqa hol kutib oladi. 90% bitgan tepadagi mana zali, xonalarni hozir ko'rsatamiz. Kelishuv asosida 100% bitkazib ham beriladi. Oshxonasi, sanuzeli, yana bitta xonasi. Atapleniyalar qilingan. Bu uyda eng qiziq joyini ko'ramiz. Mana terrasasiga chiqish oxirgi remontlar qilib qo'yilgan. Mana terrasasi. Eng qiziq joyi shu. Kechki payt o'tiradigan joy bu. Bitta yana bitta xonasi bor. Katta zal joylashgan. Yana bitta sanuzel. Yana bitta xona. Yana bitta xona. Yana bitta sanuzel, o'zini ichki sanuzeli. Xohlasangiz buni garderob qilib foydalansangiz bo'ladi yoki xona qilsa ham bo'ladi.